Ramzan Kadyrov o'z ko'z yoshlarini tiya olmayapti. Aytishmayev esa afsonani so'nggi yo'lga kuzatar ekan, uni qanday yaxshi insonligini eslab yuragi ezilmoqda. Bu afsona Buvaysar Saytiyev o'z davrining eng buyuk kurashchilaridan biri, texnika va kuchni noyob uyg'unligida namoyish etgan yulduz. Uni jozibasi zamonaviy sportchilar yuragida chuqur iz qoldirdi. Mazkur jangda u siniq jag' bilan oxirigacha kurashdi va butun kurash olamiga o'z irodasini ko'rsatdi. Dastlabki razvedkadan so'ng Gaydarov hisobni ochdi. U Saytiyevning gilamdan tashqariga chiqarib yubordi. Bu holat Buvaysarga yoqmadi va keyingi harakatda o'zini klassik qarshi hujumi bilan raqibni ushladi va quvib yetdi. Muradning uzoq passiv yurishiga Saytiyev imkon berdi. U kuchli ushlov bilan hujum boshladi, ammo qizil trikodagi kurashchini aylantirish imkonsiz bo'lib chiqdi. Shunga qaramay Saytiyev jangni ishonch bilan o'z tomoniga og'dirdi. U xavfga bormadi, aksincha so'nggi daqiqalarda himoyani yo'qdi va bu jangni xarakter bilan, iroda bilan yutdi. Do'stlar, kanalimizga ushbu kurashchining muxlislari bormi? Yozib qoldiring.